2026 Chevrolet Corvette 8 modeli sport avtomobillari orasida haqiqiy afsonaga aylangan bo'lib, yangi avlodda yanada kuchli texnologiyalar va zamonaviy dizayn bilan taqdim etilmoqda. Ushbu avtomobil o'zining agressiv tashqi ko'rinishi, aerodinamik chiziqlari va past profilli kuzovi bilan bir qarashdayoq e'tiborni tortadi. Old va orqa LED chiroqlar, keng havo kirish panjaralari hamda sport uslubidagi disklar Corvette 8 ning haqiqiy superkar ekanini yaqqol ko'rsatadi. Salon qismi ham yuqori darajadagi qulaylik va sport ruhini uyg'unlashtirgan bo'lib, premium materiallar, raqamli panel va haydovchiga yo'naltirilgan boshqaruv tizimi bilan jihozlangan. Haydovchi o'zini poyga mashinasida his qilishi uchun barcha tugmalar ergonomik joylashtirilgan. 2026 Chevrolet Corvette 8 ning eng muhim jihatlaridan biri uning dvigatelidir. Ushbu model markazda joylashgan kuchli V8 dvigatel bilan ta'minlanib, yuqori tezlanish va ajoyib ovoz bilan ajralib turadi. Avtomobil qisqa vaqt ichida dan 100 km gacha tezlanib, sport haydovini sevuvchilar uchun unutilmas hissiyotlarni taqdim etadi. Avtomatik uzatmalar qutisi tez va silliq ishlashi bilan mashinaning umumiy samaradorligini oshiradi. Yo'l tutish tizimi mukammal muvozanatni ta'minlab, burilishlarda barqarorlik va ishonch bag'ishlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan chetda qolmagan. 2026 Corvette 8 zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi funksiyalar bilan jihozlangan bo'lib, avtomatik tormozlash, barqarorlikni nazorat qilish, kor nuqtani kuzatish va kameralar tizimi orqali maksimal xavfsizlikni ta'minlaydi. Multimedia tizimi katta sensorli ekran, smartfonlarni ulash imkoniyati va yuqori sifatli audio tizim bilan boyitilgan. Bu esa nafaqat sport, balki kundalik foydalanish uchun ham qulaylik yaratadi. Yoqilgi samaradorligi sport avtomobil uchun maqbul darajada bo'lib, kuch va tejamkorlik o'rtasida yaxshi muvozanat saqlangan. 2026 Chevrolet Corvette 8 shaharda ham, trassada ham o'zini mukammal namoyon etadi. Agar siz haqiqiy